Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Ovoz yaxshi ekan. Sizlar bilan yana diydorlashib turibmiz. Bugun soat 10 da bizni futbol bo'yicha mashg'ulotlarimiz bor. Yarim soat atrofida sizlar bilan bir mavzuni mulohazasini, fikr almashamiz. Albatta bizni o'zimizni qiladigan ishlarimiz, mashg'ulotlarimiz, tijoratlarimiz, ishlab chiqarishimiz, bir qancha yo'nalishimiz bor. O'sha bilan ovoramiz. Lekin orada ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, YouTube, Instagramda ba'zi xalqimiz, davlatimiz, o'zbek madaniyati, qadriyatlariga qarshi bo'lgan insonlarni fikrlariga biz ham o'zimizni fikrimizni bayon qilib kelamiz. Buni ko'pchilik kuzatadi. Ba'zilar kerakmi shu, gapirmang, qo'ying deydi. Lekin ba'zi odamlar vaqt o'tgandan keyin shu narsalarni siz bilar edingiz, bilarkansiz, nimaga gapirmagansiz deb yoqamizga yopishganlari ham bor. Ben siz azizlarga bir qancha fikrlarni, bir qancha bahs, munozaralarini ko'rsatib kelganman. Bilasizlar, bizga qarshi muxolif bo'lgan taraflarda sharaf yo'qsullari, bir qancha radikal qarashdagi insonlar, xavorijlar, yahudiylarning ichimizdagi malaylari, turli xil masxaravozlar qarshi bo'lib kelgan. Bilmayman, O'zbekiston tarixida shunaqa ya'ni katta bir guruh shakllanib, Abror Muxtor Aliyni yo'qotish kerak, ijtimoiy tarmoqdan to'xtatish kerak degan odam bormi boshqa, uni bilmayman. Lekin aynan shaxsan Abror Stop degan gruppa ochishib, o'sha gruppada meni YouTube'dagi suhbatlarimni ingliz tiliga tarjima qilishib, bir guruh jamoat ingliz tiliga tarjima qilishib, Amerika elchixonasiga, Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotlariga meni shikoyat qilishgan. Abror Muxtor Aliyni ustidan veto kelgan ba'zi davlatlar tomonidan. Ana shularning sa'y harakatlari bilan veto. Bilasizlar qanaqa narsalar? Alohida ya'ni la'natlanganlarni elchixonalardan menga nisbatan buni mana shu bizni blogerlarimizga, bizni mana bu fohisha, galuboy quloqlarimizga qarshi gapirishni to'xtatinglar degan ya'ni siz tushunadigan tilda aytyapman, shunaqa kelgan. Va mana shu narsalardan ma'lum bo'ladiki, alhamdulillahi robbil alamin, to'g'ri yo'ldaman degan xayolga boraman. O'zim ko'rdim, o'zim tushundim emas. Masalan, men o'qidim-ku demak to'g'ri, men ko'rganman-ku demak to'g'ri bo'lsa, bu safsata bo'ladi. Lekin Hazrat rahimahulloh aytardilarki, agar sizni dushmaningiz pastkash, razil, shunaqangi haromi odamlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'ldasiz derdilar. Endi men biroz siz tushunadigan tilda gapiryapman. Agar sizni do'stlaringiz yaxshi insonlar bo'lsa, demak siz yaxshi to'g'ri yo'ldasiz. Shunga ko'ra ya'ni pozitsiyangizni belgilab oling derdilar. Men nimaga bu gaplarni gapiryapman? Do'stlar, shularni gapirmang degan do'stlarimizga, birodarlarimizga ko'pchiligi menga go'yoki rahmi kelgandek gapiradi. Chunki o'zlarini platformalarida o'sha o'rni yo'q, o'sha insulini oshib ketgan, testosteroni tushib ketgan, ya'ni erkaklikdan ancha uzoqlashib ketgan bir 3-4 ta hezalak o'zini profilida meni haqorat qiladi. Yana bittasi ochiq oydin o'z onasini avratini yozib reklama qilyapti. Mana shu odamlar chiqib olib aytayaptiki, ochiq oydin men ularni tanimayman, jamiyatda o'rni bor deb bilmayman, ularni
bir xalq uchun foydali odam deb tasavvur ham qilmayman. Ko'rmaganmiz hayotda bularni, jamiyatga foydasini. Lekin qayerda bir fohisha chiqsa, fohishani tarafini olishadi. Qayerda bir galoboy bo'lsa, galoboyni tarafini olishadi, o'sha tarafda turishadi. Qayerda jamiyatga zarar beradigan odamlar bo'lsa, o'shalarni qo'llab-quvvatlashadi. Va bizni mamlakatdagi, bizni jamiyatdagi ya'ni kerakli insonlarni yomonotlik qilishga harakat qilishadi. Mana shu hodisalardan ko'rib turib, bilib turib, indamay turishlik bizni aqidamizga ham, prinsiplarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Biz bularni ko'rdikmi, bularga qarshi aytamiz, gapiramiz. Ular chiqib gapiryapti. Maydon faqat ularga tegishlimi? Biz chiqib gapirsak, to'xta, sen yo'qol, yo'qotish kerak Abrorni deyapti. Maydonni bo'sh bo'lishini xohlayapsizlarmi? Sizlar xohlagan narsalarni gapirsanglar bo'laversa-da, hech kim sizlarga qarshi gapirmasa. Unda bo'lmaydi, adolatdan bo'lmaydi. Bir qiziq narsani hozir tashab qoldi bir kishi. Mana bu Otabek Habibov degan bitta semiz odam bor. Menimcha o'sha uni ham garmonlari buzilib ketgan. Unaqa, ya'ni Otabek Hamidovga o'xshab semirish uchun o'sha xora bo'lish kerak. Ursa qator hamma narsani yeyverish kerak. O'zidan chiqadimi, boshqadan chiqadimi, shuni ham yeyversa, o'sha Otabek Hamidovga o'xshab qoladi. Otabek Hamidov, men u bilan telefonda gaplashdim. Gaplashganda boshidan o'ta madaniyatdan so'radim bunga. Nima uchun o'z onangizni avrati bilan reklama qo'yasiz? Nimaga? Desam, haqorat qilmang, onamni aralashtirmang deyapti. Yo'q, onangizni aralashtirmayapman. Siz yozyapsiz-ku onangizni avratini. Yozyapsiz-ku. Menda hozir filologik jihatdan qaysi jumlam xato? Qaysi jumlam haqorat? Siz ochiqchasiga avratni yozsangiz, men sizga nimaga bu avratni, onangizni avratini yozyapsiz desam, haqorat bo'ladimi? Yo'q, bu haqorat emas, men so'rayapman. Desam, ana qayda aylantirib yo'di deydi. Shu odam qiziq gap gapiribdi bugun. Qachon bilmayman, xullas, meni suhbatimdan keyinmi Qobul Do'stov masalasini ko'taribdi. Qobul Do'stov masalasida yana aytayaptiki, Abror Muxtor Ali erkaklik haqida gapirmasin. Ey Otabek Hamidov, erkaklik haqida agar biz gapirmasak, odamlar sizga o'xshagan muannaslarni ham shu erkakmikin deb o'ylab qoladi-da. Masalan, Jasminni ham ba'zi odamlar ayol deb o'ylab qolgan-u. O'sha narsani oldini olish uchun, ya'ni erkaklar haqida biz gapiramiz-da. Sizga qolmagan. Ya'ni siz gapirmang desangiz, u bo'lmaydi u. Biz gapiramiz erkaklar haqida. Biz erkakmiz, bizni onamiz o'g'il tuqqaniga dadamiz xursand bo'lgan erkak bo'lib yashayapmiz. O'rni kelganda, ya'ni imkon topganimizda erkak bo'lganimiz uchun kerak joyda so'rab olganmiz. Qobul Do'stov masalasida qiziq bitta narsani aytayapti. Men sizlarga bir misolni keltirganman oldingi suhbatlarda. Mana shu Otabek Hamidov o'z onasini reklama qilib yurgan Otabek Hamidovga o'xshagan odamlarni tarixdan misol keltirgan edim. Siz endi shuni ko'rib, o'sha misolni haqiqatini tushunib olavering. Qaysi misol edi? Oysha onamiz haqlarida munofiqlar va la'natlangan qavmni jamoalari yomon gap tarqatishgan. Oysha onamizni zinoda ayblashgan. Oysha onamiz kim? Hali xayoliga yomon buzuq fikr kelish u yoqda tursin, tushiga ham unaqa fikr kirmaydigan davrda payg'ambar alayhissalatu vassalomning xonadonlariga kirgan Oysha onamiz. Butun mu'minlar uchun ona maqomiga erishgan zot. Bizi dinimizni 4dan birini Oysha onamiz rivoyat qiladi. Biz dinimizni 4dan birini Oysha onamizdan olamiz. Mana shu Oysha onamizni munofiqlar zinoda ayblashgan. Keyin Alloh taolo Nur surasida 10 ta oyat nozil qildi. 10 ta oyat nozil qilib, Oysha Siddiqa onamizni oqladi.
Munofiqlar iniga kirib ketdi. Jim bo'lib qolishdi. Ba'zi musulmonlardan aralashganlar kaltak yedi. Kaltak yedi. Ba'zilari tavba qildi. Munofiqlarning aksariyati jim bo'ldi. Jim. Vaqt o'tdi, kun o'tdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom dunyodan o'tganlaridan keyin yoki dunyodan o'tmaslaridan sal oldinroq Ka'b ibn Ashraf degan bitta munofiq she'rlarni yozishni boshladi. Oysha onamiz haqlarida, Sofiya onamiz, boshqa onalarimiz haqlarida, Zaynab onamiz haqlarida fahsh she'rlarni yozishni boshladi. Ya'ni oilaga, shu oilani ichiga burnini tiqishni boshladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu badbaxtdan kim, ya'ni bizni qutqaradi bundan, ya qutqaradi qaysi ma'noda? Buni kim jim qiladi deb sahobalardan so'raganlar. Eng oxirida so'raganlarida Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu bitta sheriklar bilan men degan borib unini o'chirib kelganlar. Payg'ambar alayhissalom o'tdilar, vaqt o'tdi. Hazrati Ali davrlaridan keyin Rofiza degan toifa paydo bo'ldi. Ular yana qaytadan vaqt o'tgandan keyin Oysha onamizni zinoda ayblashni boshlashdi. Ulamolar chiqdi, ularga raddiyalarni berishdi. Qur'on oyatlari, hadislar, ilmiy asoslar bilan Oysha onamizni Jintiring onajonim, ular Oysha onamizni oqlashdi. Ilmiy asosda o'sha rofizalar o'sha davrda jim bo'lib qolishdi. Inlarga kirib ketishdi. Yana bir asr o'tgandan keyin yana chiqishib, yana Oysha onamizni zinoda ayblashdi. Yana ulamolar chiqdi, yana raddiyasini berishdi, yana ularni ilzom qilib iniga kirgizib yuborishdi. Vaqt o'tdi, bir asr yana chiqib Oysha onamizni zinoda ayblashdi. Kun o'tdi, oy o'tdi, hozirgacha keladi. Hozir mana jim turibdi, rofizalar, ba'zi shiyalar. Indamasangiz ular chiqadi, Oysha onamizga la'nat o'qiydi, sekin targ'ib qiladi, tashayyu' degan harakat bor. Shialashtirish, musulmonlarning hammasini shialashtirish harakatlari bor. Oysha onamizni zinoda ayblaydiganlari bor, radikallari bor. Ularga raddiya berasiz, ularni iniga tiqib tashlaysiz, unini o'chirib tashlaysiz, siz o'tasiz dunyodan, yana chiqishadi, yana Oysha onamizni zinoda ayblashaveradi. Alloh subhanahu va taolo mana shu inson tabiatini o'zgarmas qilib qo'ydi. Tarix takarrurdan iborat degan lug'at bor. Tarix takrorlanaveradi. Nimaga desa, insonlarning tabiati o'zgarmaydi. Qur'on o'shaning uchun o'zgarmaydi. Qur'on o'shaning uchun insonni tabiatiga xitob qilib turaveradi, o'zgarmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom davrlaridagi Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhum ajma'inlarning tabiatidagi odamlar hozir ham bor. Ularni maqomida bo'lmasa ham, ularni tabiatidagi odamlar hozir ham bor. Abu Lahab, Abu Jahl, Os ibn Voyil, Nadir ibn Haris, la'natullohi alayhim ajma'in kabi badbaxtlarning tabiatidagi odamlar ham hozir ham bor. Bular o'zgarmaydi. Ismlar, joylar, tarix o'zgarishi mumkin, asl tabiat o'zgarmaydi. Qur'on bir xil xitob qilib turaveradi. Abu Jahlning tabiatidagi odamlarga Allohning la'nati davom etib boraveradi. Abu Lahab va uning xotiniga o'xshaganlarga jahannam, yashasin jahannam bo'lib boraveradi. Abu Bakr, Umar, Usmon, Alilarga jannat bashorati bo'lib boraveradi. Endi buni nima uchun misol keltirganman? Qabul Do'sov masalasini kuzatganlar kuzatgan. Qabul Do'sov masalasida kichkina videoni, uni men bir mush urganligim to'g'risidagi videoni, ya'ni tarqaganligi katta trend bo'lgan va hamma qarsak chalgan. Nimaga qarsak chalishgan? Qabul Do'sovga shu faqat shu kichkinagina videoni o'zinigina qo'yib shu mavzu tugaganmi? Qabul Do'sov meni uyimga mart bo'lib kelganmi? Va Otabek Hamidov. Onasini reklama qiladigan Otabek Hamidov. Qabul Do'sov meni uyimga mart bo'lib kelmagan. Qabul Do'sov meni uyimga kelishdan oldin telefonda onamni haqorat qilgan. Otabek Hamidov. Men seni endi sansizlamayman, sansirayman. Senga. Men ko'rdim, Qabul Do'sovga ishonaman. O'shaning uchun xalq senga ishonmasligi kerak. Nimaga? Chunki sen hujjat emassan. Sen ishongan narsa to'g'ri bo'lmaydi ko'pincha. Mana shu bittasi.
Qobil Do'stov onamni haqorat qilgan. G'irt kayb, mast holda. Og'zidan bodi kirib shodi chiqqan. Men aytganman, menga lakasa tashagin boraman oldinga deganman o'sha paytlarda. Oldinga boraman deganman. Lakasa tasha olmagan. Sen tasha degan menga. Men lakasa tashaganman. Mana shu o'tirgan xonadonimni lakasasini tashaganman. Bomdodni o'qigandan keyin eshik jing'iradi, telefon bo'ldi, keldi. O'zim yakka boraman degan. Videolari turibdi, hozir qidirsang chiqadi. Endi keldi. Chiqsam ikkita odam yetalayapti o'zi bilan birga. Bittasi Abdulmalik degan o'sha havorij, salafiy, jahannamni ko'ppagi bo'lgan, biz musulmonlarni yomon ko'radigan, musulmonlarni kofirga chiqaradigan Abdulmalik degan bitta bolani yetalayapti. Masjidga kirganda bomdodda o'zi kayb. Men oldimga kelyapti, kayb bo'lsa ham kallasi ishlayapti. Kelsa kalta ishini aniq biladi. Men aytayapman, sen bilan salomalik qolgani yo'q. Keyin men sen bilan boshqa til bilan gaplashamiz deganman. Ikkita odam yetalayapti. Kelib menga kelib videoda ko'rsanglar qo'l uzatyapti, so'rashaman deyapti. Men so'rashmayapman. Keyin dangitib soldim o'sha yerda. Onamni haqorat qilgan odamdan imkon topsam so'rab olaman. Erkak kishi shunaqa bo'ladi. Keyin nima bo'lgan qarang, hali videolarni qo'ymasdan hamma zapislar menda turibdi. Kaltagini yedi, mahalla to'planib ketdi. Uchastkovoylar keldi, hamma to'polon bo'lib ketgandan keyin ularni olib ketishdi. Bir payt Qobil Do'stov Facebookda o'zini profilida video qilyapti. Videoda aytayaptiki, haligi ikkita bolani yetalab olgan, bittasi o'sha Abdumalik degan bolani yetalab olgan Parkentdan. Biladi hamma uni. Sizlarga ya'ni eslatayotganim misoli yuqorida Oysha onamiz haqida qilingan munofiqlarning ishini mana Otabek Hamidovga o'xshagan onasini reklama qiladiganlar bir xil, birda bir davom ettiryapti. Shuning uchun sizlarga men buni ko'rsatyapman. Video qilyapti Qobil Do'stov. Oldiga ikkita haligini qo'yib olgan. Aytayaptiki, mana sizlar aytinglar, biz Abror Muxtor Aliyning uyiga mehmonga keluvdik. To'satdan chiqib bizni urib qoldi. Shayxning shogirdi, ahli ilm bizni urib qoldi. Qayerda yozilgan? Mehmonga kelgan odamga bunaqangi chiqib turib salom alayksiz urib qolish. Qayerda yozilgan deyapti. Va izohlarda hamma uni tarafdorlari, menga qarshi bo'lgan xavorijlar hammasi haqorat qilyapti meni. Men jim turibman endi. Keyin jonlini yoqdim men ham o'sha zahoti. Yoqdimda hamma haqoratlarini, zapislari bor edi qo'yib berdim. Mana dedim, bu meni haqorat qildi, meni uyimga mehmonga kelgani yo'q. Bu haqorat qildi onamni. Men o'zim bormoqchi edim. Unga lakasa tasha olmadi. U keldi, mendan kaltak yedi. Shu voqeani fonida uni 100% yolg'on to'qiyotganini isbotini ko'rsatdim. 100% yolg'on gapiryapti. Mehmonga keldim deyapti. Bo'lmasa rosa haqorat qilgan meni. Qidiringlar, YouTube'da turgan bo'lish kerak. Abu Solih Fox video qilib qo'ygan o'shanda. Keyin videosini o'chirdi, qochdi, bekindi. Nechta odam izoh yozgan bo'lsa, taxminan bir 100 taga yaqin odam uzr so'radi. U yerda 500 talab, 1000 talab izoh bor. Hammasi sekin yana vaziyatni yopishdi. Vaqt o'tkazish kerak-ku. Vaqt o'tgandan keyin yana bu mavzuni ko'taradi bular. Uchun yopib qo'yishdi. Keyin orada men desert uchun haligi kaltak yegan joyini, mana nima uchun kelganini, mehmonga kelmagan bu. Kelib menga qo'l uzatyapti, so'rashmayapman. U bilan gaplashadigan gap qolmagan. Telefonda menga nisbatan o'ta og'ir haqoratlarni qilgan, natijada kaltak yegan. O'tda kaltak yegan ikkita odam menga tashagan. Kiyimlarim yirtib tashashgan. Lekin u Qobil Do'stovni yotqizib olib tepganman men. Ukaman bo'lgan, biz 2 kishimiz, ular 3 kishi. To'polon bo'lgan. Boshlanishi mush yegan Qobil Do'stov. Endi buni nima uchun yana eslayapman do'stlar? Mana shu Otabek Hamidov va shuni toifasi qadimda o'sha Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ayollarini, bizni onamizni zinoda ayblagan munofiqlarning tabiatidagi odamlar bular. Kun o'tadi, vaqt o'tadi, masala
yopilgandan keyin yana o'zi xohlagan joydan xohlagan mavzuni qo'zg'ayveradi. Ana shu munofiq tabiat fikrlarga biz sergak bo'lishimiz kerak. Sezgir bo'lishimiz kerak. Yo'q, aldanib qolmasligimiz kerak. Otabek Jo'rayev degani. Otabek Jo'rayev. Men kutib yuribman uni. Ana boraman Samarqandaman. Ana borib gaplashaman dedi. Qani gaplashyapkan? Orqadan chiqib oladi, ayollar orqasidan chaynayapti deydi. Voy, Otabek Jo'rayev, ayollar orqasiga sallar kirib olgan sallar. Ishtonni ichida sallar. O'sha sallar himoya qilayotgan ayol uni ichki ishlar yechintirib, zino sahnasini yaratdi degan gapiga qarshi chiqdik biz. Nima xato qildikmi? Bu yomon narsa. Chaynayapti deydi. Voy, Abu Lahabni xotini haqida oyat nozil bo'ldi. Qiyomatgacha tilovat qilinadi. Maylimi? Ya Qur'on Abu Lahabni xotinini chaynayaptimi? Yo'q, chaynamaydi. Boshqa xotinlarga mana shunaqangi razillikdan ehtiyot bo'ling deyish uchun ularni ogohlantiriladi. Sanlar uni eplolmasalaring, sanlar tavba qilishlikka vijdoning yo'q bo'lsa, hamiyating yo'q bo'lsa, sanlarga o'xshamaydi hamma. Yuraverlaring o'sha ishtonni ichiga kirib olib. Biz nafasimiz bor ekan, o'lgunimizcha bularga qarshi gapiramiz. O'lgunimizcha. Trollar yig'ilib olib to'dalanib kelsin. Troll, mirol, jin, pin hammasini olib kelsin. Men sizlarga aytayapman, Abror Stop degan guruh tashkil qilgan bular. U guruhda o la'natlangan qavmni elchixonasining odamlari bor. Abrorni YouTube'dagi suhbatlarini ingliz tiliga tarjima qilib, mana Abror geylarga qarshi, Abror Ukrainaga qarshi, Abror islomiy odam qilib tarjima qilib jo'natishgan. Bularga ishonamizmi? Ha? Yevropaga bordik. Abraham Moshi degan bitta galuboy bor. Valati zino. Abraham Moshini qidirdik, qochib ketdi. Fransiyaga bordik, Shvetsiyaga bordik, Shvetsariyaga bordik, Rimga bordik, Andalusiyaga, Ispaniyaga bordik. Yurdik aylanib. Qanisan dedik, manaman. Qanisan, manaman. Oxiri Fransiyada ikkita MMAchi odamga iltimos qilib qaydan kanal bilan 5000 yevromi, 3000 yevro pul bergan ularga. Berib o'shanga meni urdirmoqchi bo'lgan. Ikkalasi kelib video bilan kelib 3 sekund o'rtadagi gap bilan nima deyishyapti? Montaj qilishib, mana Abror qochdi deyishyapti. Shunga xursand. Nimaga? Ular Oysha onamizga tuhmat qilgan munofiqlar bilan tabiati bir xil. Ular orzu qiladi, Oysha onamizni zinokor deb orzu qiladi ular. Orzularing suvga tushgan sanlarni. Orzularing. Davomini ko'rsataman dedi. Ko'rsatuvdi, davomida qora kiyimda bittasi qochib ketayotgan ekan. Abraham Moshini qo'yib ko'ringlar videosini. Davomida qora kiyimda, men o'zim sariq kiyimda bo'lganman. Davomini ko'rsatsa qora kiyimdagi odam qochib ketyapti. Men aytgan gap to'g'ri chiqyapti. Ular qochgan. Qochib aylanib bittasi qaytib kelgan, men yo'lidan to'sib tomog'idan ushlab to'xtatganman. Politsiya ushlagan, olib kirib ularni so'roq savol qildi. Mendan iltimos qildi. Meni yozma dedi ustimdan. Yozma dedi, men chiqib senga aloqaga chiqaman dedi. Men yozganim yo'q. Abrahamma o'sha qo'ygan qo'l imzolari, o'sha ustidan yozdi degan gaplar hammasi Photoshop. Photoshop u. Munofiqlar mana shunaqa bo'ladi. Vaqt o'tkazadi, fursat o'tkazadi, payt poylaydi. Payt poylab, ana qochdi. Ana bu xato qildi. Ana mehmonga borganni urdi. Ana videoni yarmini qo'ydi qilib, munofiq tabiatini ko'rsatadi. Men nima uchun buni aytayapman? Ehtiyot bo'ling, yoshlar. Har davrda yangi avlod yetishib chiqadi. Yangi avlodni bular aldaydi. Mana shu Otabek Hamidov degan onasini reklama qilib yuradigan odam. Men shuni sifatini shunaqa deb bildim. Onasini reklama qilyapti. Onasini yana chiroyli joyini emas, xunuk joylarini reklama qilyapti. Ana shu onasini reklama qilish bilan ovora bo'lib yurgan
odam men Qobil Do'stovga ishonaman deyapti. Videoni qo'ygan Abror Muxtor Ali davomini qo'ymagan deyapti. Ha, Otabek Jo'rayev, o'shaning uchun xalq senga ishonmasligi kerak. O'shaning uchun sanlarda qarshi tarafni o'rganish xolisligi yo'q. Sanlar o'sha Oysha onamizni zinoda ayblagan munofiqlarni gapiga ishonging kelaveradi. Asl mavzuni o'rganmaysan. Asl mavzuni o'rgansang, u yerda kim erkak bo'lgan, kim alkash bo'lgan, kim ikkita odamni yetalab kelgan meni uyimga, yakka kelaman degan edi. Ularni hammasini ko'rgan bo'lardik. Ko'rgan bo'lishi ham mumkin, odamlarning esidan chiqdi bu. Endi yana tuhmat qilsak bo'laveradi degan tabiatni ko'rsatyapsanlar. Sanlarga aytib qo'yayin. Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Sanlarga qarshi turish men uchun sharaf. Prinsip bu. Iymonimning taqozosi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i men uchun bu. Alloh taolo munofiq va kofirlarga qarshi shiddatli bo'lgin degan. Munofiqlarga qarshi, kofirlarga qarshi shiddatli bo'lamiz. Oddiy kofir masalan bizni musulmonlarga tosh otmasa, ularni dinini haqorat qilmasa, u bilan diplomatik muomala bo'laveradi. Salom alik bo'laveradi. Lekin bizni musulmonlarga tuhmat otsa, munofiqlik qilsa, intrigalarni qilsa, ularga shiddatli bo'lamiz. Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar va ruhama'u baynahum. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan birga yurgan sahobalarning sifatlaridan bittasi kuffarlarga shiddatli bo'lishgan. Nima deyapti? Otabek Hamidov, ahli ilm yumshoq bo'ladi. Payg'ambarimiz hamma gapga kulib, yumshoq, yaxshi gapirib yo'lga solganlar deydi. Va dinni bilmasang, dindan gapirmasang-chi? Ka'b ibn Ashrafni payg'ambar alayhissalom Muhammad ibn Maslamaga iltimos qilganlar borib o'ldirgan. Uraniyin qabilasi xoyinlar borib davolanib tuyani sutidan, bavlidan dori ichib tuzalgandan keyin tuyani boquvchini oilasini o'ldirib qochib ketganda ushlab olib kelib ko'zlariga mil tortganlar. O'ng qo'li bilan chap oyog'ini kesib tuproqqa tashab qo'yganlar. Tuproqda suv deb o'lgan, suv so'rab. Mana shu rahmatan lil olamin Muhammad alayhissalom qilganlar. Hammaga emas, xoyinlarga jiddiy jazo berganlar. Xoyinlarga jiddiy jazo berilmasa, davlat davlatchiligi qolmaydi. Xoyinlar xohlagan maydoniga chiqib olib, xohlagan Anjom polkiga o'ynashni boshlaydi. Yo'q, xoyinga o'ta jiddiy jazo berish kerak. Ba'zi mamlakatlarda xoyinni qatl qilinadi. Bizning islomda ham murtad o'ldiriladi deganda aynan xoin nazarda tutiladi. Hamma murtad emas. Dindan voz kechib ketib, islom haqida gapirmay ketaversin, unga indalmaydi. Ani Bahrom Bakirov aytayapti-yu, murtad desa, mana meni o'ldirishga hukm qilgan deb. Yo'q, murtad o'ldiriladi degani bu yerdagi murtaddan murod xoin. Xiyonat qilgan, mamlakatga, davlatga xiyonat qilgan. Sotgan boshqalarga islom musulmon xalqini. Uni o'ldiriladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'ta muloyim bo'lganlar. Rahmatan lil olamin bo'lganlar. Lekin jangda bitta odamni o'ldirganlar. Hadislarda qiyomat kunida azobi eng qattiq odam kim desa, payg'ambar tomonidan o'ldirilgan odam deyiladi. Musa alayhissalom bir novvoyi bir urib o'ldirganlar. Adolatsizlikka qarshi muomala, ya'ni zolimga qarshi jiddiy muomala qilganlar. Badrda, Uhudda qanaqa janglar bo'lgan? Qo'lida qurol bor ekan, unga qarshi jiddiy muomala qilinadi. Agar siz unga jiddiy muomala qilmasangiz, sizga qarshi jiddiy muomala bo'lib ketib qoladi. Unga shunaqa qurolni tashadi, bo'ldi, tavba qildi, uzr desa, ana uni kechirib olish mumkin. Kechirib olish payg'ambar alayhissalatu vassalomdan, masalan, Makka fathida bo'lgan, hammasi bo'ynini egib turganda, izhabu va antumut tulaqa deganlar. Ketaveringlar, ozodsizlar deganlar. Ana o'sha kechirish bo'ladi.
Jazolashga kuchi yetib turgan paytida u bo'ynini egib tavba qilib tursa, kechirib yuborsa, u payg'ambar alayhisolamning sifati bo'ladi. Onangizni haqorat qilib tursa, kelib sakrab tursa, alkash, to'rtta odamni yetarab kelsa, uni nakasat qilinadi uni. Suhbatimni xulosasi shu. Oysha onamiz haqlarida, Oysha onamiz haqlarida u kishini zinoda ayblagan munofiqlar vaqt o'tgandan keyin isbotlolmasalar ham shu gapni tarqatishavergan. Ulamolar Oysha onamizni oqlab ilmiy asosni keltirib bersalar ham vaqt o'tgandan keyin yana ayblashavergan. Hozirgacha bu ishni qilishadi. Bular kim? Bular tabiatan munofiq odamlar. Bular tabiatan isqirt iflos odamlar, jirkanch odamlar. Mana shu Otabek Hamidovlar ana shu toifaning ishini qilyapti. Qabul Do'stov masalasini ko'taryapti. Qancha bo'ldi Qabul Do'stov masalasiga? Ha? Qabul Do'stov masalasini ko'targani uyalish kerak, o Otabek. Sanda hayo ham yo'q menimcha, unaqa hamiyat, erkaklik, unaqa narsalar yo'q sanda. Endi gapiraverasan xohlaganingni. Endi ana unisi sun'iy intellekt qilib YouTube'da bir kanal ochib olishib, abror qochdi, bekindi, tuvaletga bekinib oldi qilib qilishyapti. Qo'llaringdan boshqa nima keladi sanlarni? Montaj qilishdan boshqa nima keladi? Faqat shu keladi sanlarni qo'lingdan. Ana Xurshid degani. Menga sansirab yozib olibdi. Ey, men seni dadang bilan tengman. Xurshid, meni sansirama. Yo, sansirayveraman desang, sen baribir javobini olasan bir kun. Biz qonuniy jamiyatda yashayapmiz. Terpila desam, meni haqorat qilyapsiz deydi. Men ustimdan yozgan ekansan-ku, dayussanlar, shu ishga aralashganlar dayus deganimda ustimdan yozgan ekansan u. Ha? Xurshid? Va o'sha insulining ko'tarilib ketgani alam qilyaptimi senga? Ha? Hamiyating yo'q. Sen erkak emassan desam, o'tiribsan tirjayib. Kelchi qani so'rab olchi mendan. Sanlar erkak emassanlar. Sanlarda unaqangi hamiyat yo'q. Bir qarasa, Shuhrat telefon qilsa, men domlani aytganman dermisisan? Men telefon qilsam sizga aytmaganman deysan. Yana kimdir senga nimaga domlani gapiryapsan, domlani gapirmaganman deysan. Erkak emassan. Mana shuni erkak emas deydi. Erkak odam gapirgan gapida men gapirdim deydi. Nima deysan deydi. Do'stlar, shuni misol tariqasida sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Soat 10 da bizni futbol mashg'ulotimiz bor. Jarda inshaalloh o'tkazamiz bugun mashg'ulotni. Bizni Xurinso onamiz ham turibdilar. Assalomu alaykum dengchi. Yaxshimisizlar dengchi. Gapirish hali ham o'rganmadingizmi? Dadajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Dadajonim, o'zimni jonim, jonajonim. Miyav. Bu nima bu? Bu siznikimi? Kim berdi buni sizga? Shampun? Kim? Shapo berdimi? Kim u Shapo? Lug'atlarni tushunmaymiz hali. Sekin-sekin o'zbekchani o'rganib olarlar inshaalloh. Xo'p, barchalarga tashakkur. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bu videoni saqlab qo'yinglar. Ya'ni har turli fitnalar, fasodlar tarqalganda siz hissiyotga berilmang. Ratsional bo'ling. Voqeaga to'g'ri ko'z bilan qarashni o'rganing. Men ko'rdim to'g'ri ekan degan odam safsatavoz hisoblanadi, uni gapiga ishonmang. Aynan Otabek Hamidov ko'rib to'g'ri degan narsani teskarisini qiling, sizning foydangizga bo'ladi. Chunki bular shunaqa odamlar. Bular faqat shaxsiy manfaati uchun, tarafkashlik uchun bunaqangi ijtimoiy tarmoqda harakat qilib yuribdi. Bizning xalqimiz bularga aldanmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.